Bir kun mashina minib keldi. Erimda ham mashina yo'q, menda ham mashina yo'q. Yangi Gentra minib keldi. Dadasi mashina bo'lsa ekanmi dedim. Yo'q dedi. Bunaqa ozodga bu mashina dedi. Keyin shu joyda ozgina yig'lab yuborishim mumkin. Voy, aytish qiyin-da. Birinchi ukamga qilib beraman, keyin o'zimizda bo'ladi degan. Ukam eng yaxshisiga loyiq degan. Shunda aytgandim. Ichim qoralik qilmaganman-da. Faqat ichimda duo qilganman. Meni ham bolalarim bir-biriga mehr-oqibat bo'lsin shunaqa deb. Sal qiyinroq shu joyni aytish.